Bugungi darsimiz yoritish yordamida AI san'atingizni o'zgartiring. Tasavvur qiling, siz Midjourneyga kuchli mavzu bilan kirasiz, ammo natija tekis ko'rinadi. Shakllar mavjud, ammo hissiyotlar yo'q. Ko'pincha chuqurlik, kayfiyat va realizm jimgina boshqaradigan element yorug'lik yo'q. Yorug'lik shunchaki yorqinlik bilan bog'liq emas. Bu hissiyot va diqqatni shakllantirishga yordam beradi. Keling, yo'nalish, soyalar va intensivlik tasvirlaringizda qanday qilib bosqichma-bosqich hikoya qilishga yordam berishini ko'rib chiqaylik. Buning uchun biz Midjourneyga sochida gullar bo'lgan, yon tomondan tushayotgan yorug'likka kitob o'qiyotgan ayol so'rovini kiritishimiz kerak. A woman with flowers in her hair. Bizga action kerak, ya'ni harakat kerak. Reading a book with sidelight. Ko'rishimiz mumkin. Bizning so'rovimiz natijasida shunday rasm kelib chiqdi. Yon yorug'lik tasvirga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu atmosferani yumshatadi. Bu biroz drama qo'shadi. Bu atmosferaga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bu biroz drama qo'shadi. Albatta to'g'ri. Yon chiroq tasvirga dramatik effekt qo'shish uchun mo'ljallangan. Keling, boshqa yo'nalishni sinab ko'rsak, atmosfera qanday o'zgarishini ko'rib chiqaylik. A woman reading book from light. Bu safar qanday o'zgarishlarni sezdingiz? Rasmlar yumshoq ko'rinadi. To'g'ri, aynan old yorug'lik odatda yuz xususiyatlarini yumshatadi. Dramatik effekt past, obyekt aniq va yorqin ko'rinadi. Ko'rdingizmi, yorug'lik yo'nalishi bo'yicha kichik siljishlar ham diqqatni va hissiyotlarni butunlay o'zgartirishi mumkin. Yorug'lik yo'nalishi bo'yicha xiyla nayrang varag'i. Old chiroq minimal soyalar bilan bir tekis yoritish, toza, aniq va dramatik ko'rinish yaratadi. Yon chiroq soyalar, kontrast va chuqurlik qo'shadi. Keyinchalik dramatik teksturali tuyg'u yaratadi. Orqa yorug'lik yorqinlik yoki siluet effektlarini yaratadi. Atmosfera qo'shadi va obyektni fondan ajratadi. Soyalardan foydalanish. Soyalar struktura va muvozanatni ochib beradi va ularsiz hatto eng yaxshi kompozitsiya ham tekis ko'rinadi. Kayfiyat qanday o'zgarishi ko'rish uchun soya uzunligini yoki kontrastni o'zgartirishga harakat qiling. A woman dancing alone with short soft shadows. Bu yerda biz soya qo'shdik. A woman dancing alone long sharp shadows. Bu yerda ham biz soya qo'shdik. Qaysi guruh tasvirlari yumshoqroq va tabiiyroq tuyuladi? Qisqa yumshoq soyalar tasvirni yumshoq, tabiiy va past kontrastli qiladi. Dramatiklikni minimallashtiradi. Soya kontrasti xiyla nayrang varog'i, yumshoq soyalar, katta tarqoq yorug'lik, bulutli osmon, yumshoq quti, bilvosita yorug'lik tomonidan yaratilgan. Tasvirni yumshoq, tabiiy va past kontrastli qilish kerak. O'tkir soyalar, kichkina to'g'ridan to'g'ri yorug'lik, quyosh nuri projektor tomonidan yaratilgan. Kuchli kontrast, drama va aniq taraf qo'shing. Soya uzunligi chit varag'i. Qisqa soyalar, yorug'lik yuqoridan keladi. Minimal kayfiyat yoki drama bilan toza yorqin ko'rinish yaratadi. Uzun soyalar, yorug'lik ufqning past qismidan keladi. Chuqurlik, yo'nalish va dramatik yoki kinematik tuyg'u qo'shadi. Intensivlik bilan tajriba o'tkazing. Keyingi qadam sifatida yorug'lik intensivligi hisobga oling. U kayfiyatni qanday filtrdan tezroq o'zgartiradi. Juda kuchli bo'lsa, tafsilotlarni yo'qotasiz. Juda xira bo'lsa, hikoyani yo'qotasiz. Hamma narsani sinab ko'ring. Qattiq quyosh nuri, tumanli qorong'ulik, sham yorug'lik, yorqinlik hissiyotlarni iliq va mehmondo'stdan qo'rqinchli yoki kuchli tomonga qanday o'zgartirayotganini ko'rasiz. Landscape in bird sunlight. A landscape foggy dust light. Yoritish effektlari bilan mashq qilish.
Hammasini birlashtirishga tayyormisiz? Keling, o'rganganlaringizni yo'nalish, soyalar va intensivlik bilan birlashtiramiz. Yoritish ko'rsatmalaringizni takomillashtirish. Bu yerda nima qilganimizni ko'ryapsizmi? Biz yorug'lik intensivligini aniq belgilamadik, lekin kunning vaqtini aytib o'tdik va Midjourney yorug'lik intensivligini quyosh botgandagi kabi ko'rsatdi. Professional maslahat. Siz aslida yorug'lik so'zini ishlatmasdan ham yorug'likni tasvirlashingiz mumkin. Quyosh botganda allaqachon ko'p narsani anglatadi. Neon belgilari ostida oltin soat portreti, tongdagi tumanli o'rmon haqida o'ylang. Quyidagi usullardan qaysi biri Midjourney ko'rsatmalarida yorug'lik sezilarli darajada yaxshilay oladi? Barcha mumkin bo'lgan javoblarni tanlang. Kayfiyatga mos keladigan soya effektlarini tanlash, yorug'lik manbasini bilvosita eslatib o'tish, masalan, quyosh botishi. Sun'iy intellekt ijodiy tanlash imkonini berish uchun yoritishni o'chirib qo'yish. Aniqroq natijaga erishish uchun intensivlik yo'nalish bilan birlashtirish. Kayfiyatga mos keladigan soya effektlarini tanlash va yorug'lik manbasini bilvosita eslatib o'tish. Bu bizga kerakli javob. Albatta, yorug'likni kayfiyat, quyosh botishi kabi tabiiy signallar yoki soya, yo'nalish va intensivlik birlashtirish orqali tasvirlash sun'iy intellektni yanada nozik va vizual jihatdan uyg'un tasvirlarni yaratishga yordam beradi. Yana bir dars tugadi. Siz hozirgina chuqurlik, ohang va hissiyotlarni shakllantirish uchun yorug'likdan qanday foydalanishni o'rgandingiz. Yo'nalish diqqatni belgilaydi, soyalar realizm qo'shadi va intensivlik atmosferasini beradi. Keyingi qadamlar. Rasmingiz kompozitsiyasiga ta'sir qiluvchi elementlar, rasm o'lchami va ko'rish burchagi. Chiroqni maketingizga moslashtirish vaqti keldi. Ijodkor bo'ling va tez orada ko'rishguncha.